Shuhrat, Cobaltga hadovoy qilmoqchiman. Nech pul ketadi? Xo'p, Cobaltga hadovoy qilish uchun qarang, amortizator chashkadan tashqari variantini olib kelib qo'yganman. Именно shu savolni berasiz deb. Bu yerda o'sha stabilizator tagi sharner, sharovoy, наконечник, ikkita речетарный bloklari и komplekt stabilizator rezinkalar bo'ladi. Bular hammasi STR original zapchasida 950 ming so'm chiqadi bizda. И также buni arzonroq variantlari ham bor. Bir xil o'sha STR Xitoyni hisoblab turib arzonroq qilib beryapti. Biz unaqa qilmaymiz. Biz o'sha kelgan akalarimizga обязательно original narsa beramiz. Ha, bu STR o'zini ham Xitoyga bor-da, to'g'rimi? Da. Xuddi mana STR подделка qilib chiqarib qo'ygan. Bu haqida отдельный video qilamiz. Xo'p, unisi ancha arzon chiqadi, lekin hadovoy yaxshi bo'lsin desanglar, albatta original zapchas qo'yish. O'rtacha qancha yuradi o'zi Cobaltga mana shu hadovoy? Endi Cobaltchilar ko'proq yuradiganlar o'rtacha 100 ming yuradi. Bizning endi 15 yillik tajribadan kelib chiqqan holda kimdir 50 ming ham yuradi, kimdir 200 ming ham yuradi. O'rtasi 100 ming. O'rtasi 100 ming. Videoga bitta like bosib, Cobalt haydaydigan o'rtog'ingizga yuborib qo'ying. Ularga foydali bo'ladi. Ha, aytgancha bu yerda hop amortizator chashkadan tashqari hadovoy zapchaslar ko'rsatilgan. Ular haqida отдельный video qilamiz. Videoga like bosib, поддержка qilib tursanglar, keyingi videoda может Cobalt amortizatorlar narxini ko'rsatamiz, to'g'rimi? Alloh. Salomat bo'lasizlar.